Vay blin, ko'rib qoldim. Mana shu arqonda asli tushog'imi? Tak. Biz bu arqonga o'tish uchun menda yana bitta jumar kerak. Jumarim yo'q. Tavakkal, har doimgidek. Hozir men strafovkamni blok qilaman. Tak, qani. Hoppa. Mana endi pastga ketmaydi. Hozir bundan tushaman. Mana shu kesilgan joyiga kelib meni tashlab yuborsa, bu strafovka ushlab qolish kerak, qani. Bismillah. Mana. Qani, bismillah. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Bismillah. La ilaha illalloh, ashhadu Muhammad abduhu va rasuluh. O'tdim. Yo, normalniy. Ay, strafovkani endi qo'yib yuboraman. Bu brak arqon utilizatsiyaga ketadi. O'zi shu oxirgi tushishim bunda. Примерно 120 metr arqon. Qani, yergacha yetib borgan, xudo xolasa. Normalniy. Shuni hozir mana shu yerda tushaman, yuvib tushaman ishlab. Qaytib barqonga osilmayman. Barqon utilizatsiya.